هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Sad tefsiri 12. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sad suresi 12. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ulardan yani Kureyş müşriklerden ilgiri Nuh kavmi, Ad kavmi ve Qozuqlar igisi Fir'aun kavmi peygamberlerini inkar kıldı. Semud kavmi, Lot kavmi ve Eykilikler yani Şuayb aleyhisselam kavmi peygamberlerini inkar kıldı. En şular peygamberlerge karşı uyuşkan cemaatler idi. Ula yani cemaatlerden peygamberlerini inkar kılmagan birimi yok. Şunun için ulağa mening azabım tegishlik oldu. Bula yani Mekke müşrikleri fakat bir avaz yani birinci qitimliq surnila kütüdü. U qaytlanmaydı. Ula mesxir qilish yo'li bilan Rabbimiz sen bizge azaptan va'da qilgan nasibimizni bizge balduraq qiyomat kundan ilgari bergin deyishdi. Halak kılıngan burunqi kavimlerden ibret iliş doğrusida. Allah Teala bu ayetlerde ilgiriki ümmetlerinin peygamberlerine karşılık kılışı ve peygamberlerini inkar kılışı sebebinden ulağa düşken musibet ve azap okubetlerden haber kılıdı. Ulanın kıssası bundan ilgiri nurgun orunlarda tefsili bayan kılındı. En şula peygamberlerine karşı uyuşkan cemaatler idi. Yani sizlerge qaraganda ularning kuch quvvati, mol mulki ve avlodlari ko'p idi. Bularga Rabbingning azobi kelganda u nasillari Allah Taolaning azobidan hech bir narsani ulardan to'sib qila olmadi. Ular yani cemaatlardan peygamberlerini inkar qilmagan birimi yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishlik bo'ldi. Xitob qilinguchilarning uningdan qattiq ibrat elish uchun burunqilarning halok qilinish sababi ularning payg'ambarlarni inkor qilganligi ekanligini ko'rsatib berdi. Bular yani Makka mushriklari faqat bir ovoz yani birinchi qitimliq surnilar kutidi. U qaytlanmaydi. Malik Zayd ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U ovoz ikkinchi qitim qaytlanmaydi. Yani ular qiyomatning tuyuqsiz kelishini kutidi. Qiyomatning alomatlari allaburunla kelib bo'ldi. Yani qiyomat yaqinlashdi. Bu ovoz qiyomatga chelingan sur ovozi bo'lib, Allah Taala İsrafil alayhissalomni surni so'zib chelishga buyurdi. Shuning bilan Allah Taala saqlagan kishidan boshqa osmon va zamin ahlidan hech kim qolmay qattiq qo'rqinish ichida qoladi. Ular masxir qilish yo'li bilan Rabbimiz sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga balduroq qiyomat kunidan ilgari bergin deyishdi. Bu Allah Taala tarafidan mushriklar o'zlariga tegishli bo'lgan azobning baldur kelishini tilab qilgan duosini ayblashdan iboratdir.
ibn Abbas radiyallohu anhuma, Mujahid, Zahhak, Hasan va bir qancha kishilar ular azobning baldur kelishini so'radi dedi. Qatada yuqoridagilarning so'ziga o'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin degan so'zini qiygan deb qo'shib qo'ydi. Ba'zi tafsirshunoslar mushriklar agar jannat haqiqatan bor bo'lsa, jannatdagi nasibalarimiz baldurroq berilsin deb uningga bu dunyoda erishishni so'rashdi dedi. Ularning bu so'zi keladigan azobni masxir qilish va uni inkor qilish uchun deyilgan so'zdir. Ibn Jarir mundaq deydi: ular dunyodagi o'zlariga tegishli bo'lgan yaxshi yomonliklarining baldurroq bo'lishini so'rashdi. Uning bu so'zi muvofiq so'zdir. Zahhak va Ismoil ibn Abu Xolid lamu uningga yaqin keladigan so'zlarni bayon qildi. Bu so'zni ular masxir qilish va azobni yiroq sanash yuzasidan deganda, Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni ulardan kelgan aziyatlarga sabr qilishga buyurdi. Sabr qilganda oxirgi nusrat va utuqning uningga mansub bo'ladiganligidan xo'sh xabar berdi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Dinda kuchlik bandimiz Davudni aslagin. U haqiqatan Allohga itoat qilguvchi edi. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan atigini oqshimi tasbih aytadi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularmi taraf-tarafdan to'planib Davud bilan billa tasbih aytadi. Tağlarning, qushlarning hammasi Allohga itoat qilguvchidir. Davudning saltanatini kuchaytdik. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. Davud alayhissalom to'g'risida Alloh taolo bandisi va payg'ambari Davud alayhissalom haqida to'xtaldi. U haqiqatan bilimlik va ish amalda qobiliyatli edi. Qatada Davud alayhissalomga ibodat qilishda kuch-quvvat, islomni tushunishda cho'nqur ilm berilgan dedi. Hadislarda kelishicha Davud alayhissalom kechining 1/3 ibodat bilan o'tkazadi. Ömrüning yarmini ro'z tutish bilan o'tkazgan edi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taologa eng so'yimlik bo'lgan namoz Davud alayhissalomning namozidir. Alloh taologa eng so'yimlik bo'lgan ro'za Davud alayhissalomning ro'zasidir. U kechining yarmigacha uxlaydi. Qolgan yarmining 3/2-sida namoz o'qiydi. 3/1-da yana uxlaydi. Bir kun ro'za tutib, bir kun tutmaydi. Dushmanga yo'liqsa qochmaydi. U haqiqatan Alloh taologa nihoyat itoat qiluvchi edi. Ya'ni u barliq ishlarda Alloh taolo tarafga yuzlanadi. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan atigini oqshimi tasbih aytadi. Ya'ni haqiqatan Alloh taolo tog'larni kun chiqqan va kun patgan vaqtida Davud alayhissalom bilan billa tasbih aytishga bo'ysundirib bergan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey tog'lar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar" dedik. Ya'ni qushlarmu Davud alayhissalom tasbih aytgandek tasbih aytadi. Agar qushlar havoda uchib ketib etib, uning zaburni yiqimliq ovoz bilan qiroat qilib tasbih aytayotganligini anglasa, u yerdan uchib ketolmay, havoda to'xtab, uning bilan birga tasbih aytadi. Egiz tog'larmi uningga qo'shilib, bu ovozni takrorlaydi. Uningga ergishib tasbih aytadi.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İbn Cerir, Abdullah ibn Haris ibn Novfa'nın mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma chashka namozini o'qimaydi. Uni men Ummu Hanının qishig'i ilib kirib, siz buningga menga deb berganlaringizni deb bering dedim. U mundaq dedi. Peygamber aleyhisselam Fethi kuni uyimga kirib, meni bir chilak suv va bir parcha raxt tayyorlashga buyurdi. U shu raxt bilan arimizni to'sib yuyindi. Ondan yig'ilib qolgan suvni uyining atrofiga chashdi. Ondan 8 rakat namoz o'qidi. Shu vaqt chashka vaqti edi. U namozning qiyomi, rukusi, sajdisi va tashahhudlari uzun qisqalikda asosan bir-biriga o'xshash edi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma uydan chiqib ketib, men Qur'onning u beshidan bu beshigacha o'qib, chashka vaqti namozini bilmagan edim. Faqat amdili bildim. Ular Davud bilan atigini oqshimi tasbih aytadi degan oyatni o'qib, İşrak namozi qini deydim, dedi. Shuningdan keyin u chashka namozini ishroq namozi deydigan bo'ldi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularmu taraf-tarafdan to'planib Davud bilan billa tasbih aytadi. Havoda to'xtab turib tasbih aytadi. Tağlarning, qushlarning hammasi Alloh taolaga itoat qilguvchidir. Ya'ni Alloh taolaga itoat qilguvchi Davud alayhisalomga ergishib tasbih aytuvchidir. Said ibn Jubayr, Qatada va Malik qatorliqlar Zayd ibn Aslam va ibn Zaydning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tağlarning, qushlarning hammasi Allohga itoat qilguvchidir. Ya'ni Alloh taolaga bo'ysunguchilardir. Davudning saltanatini kuchaytdik. Ya'ni biz uningga podshohlarning hojati tushadigan barliq narsalar to'liq qilingan mukammal bir podshohlikni ato qildik. İbn Abu Najih Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Davud alayhissalom dunyo ahli ichidagi eng kuchli podshoh edi. Onunğa hikmet ato qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq dedi. Ya'ni onunğa tushuncha va aql idrok ato qildik. Qatada mundaq dedi. Alloh taolaning kitobi va u kitobga ergashkichilarni ato qildik deganlik bo'ladi. Suddi hikmat, ya'ni payg'ambarlik ato qildik deganlikdir dedi. Ve hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. Qozi Shurayh va Sha'bi ro'shan so'z iboralar degandan guvohchilar va qasamlar ko'z tutiladi dedi. Qatada da'vogarga 2 guvohchi lozim yoki ustidan da'vo qilinuvchi bir qitim qasam qilish lozim. Mana bu payg'ambarlarning, mu'minlarning va solih kishilarning haq bilan nahaqning o'ttirisini ayırgan ro'shan so'z iboralaridir. Undaq qilish bu ummatning qiyomat kishilik bo'lgan hukmidir, dedi. Abu Abdurrahman Solamimu mushiningga o'xshash dedi. Mujahid va Suddila bu oyatning hukmini to'g'ri qilish va uni tushunish ko'z tutiladi, dedi. Bu oyatning hukmini to'g'ri qilish va uni tushunish ko'z tutiladi, dedi. Mujahid yana u so'z va hukmda haq-nohaqni ayirishdir, dedi. Bu söz yuqoridagilarning so'zlarining hammasini o'z ichiga oladi. İbn Cerirmu bu qarashga qo'shildi.
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, da'vo qilg'uvchilarning qissasi sana yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan otilib tushdi. Ayni vaqtda ular Davudning yoniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga: "Qo'rqmagin, biz birimizga cheqilgan ikki da'vogarimiz. Biz birimizga cheqilgan ikki da'vogarimiz. Bizning aramizda odillik bilan hukm qilgin. Nahaq hukm chiqarmagin. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin" dedi. Ularning biri: "Shubhisizki, mening bu qarindishimning 99 sog'lig'i bor. Mening bir sog'lig'im bor. Qarindishim u bir sog'lig'ini menga bergin deydi. U sog'liqni menga bergin deydi. Aramizda bu to'g'riliq munozir bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi" dedi. Davud aytdi: "U sening sog'liqingni o'zining sog'liqlariga qo'shib olishni talab qilib, rastla seni bo'zaq qilibdi. Nurg'un shiriklar, ya'ni do'stlar, shubhisizki bir-biriga cheqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlar bir-biriga cheqilmaydi. Bular ozdir." Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Rabbidan mag'firat talab qildi, sajdaga bordi, Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. İki da'vogarning qissasi to'g'risida. Tafsirshunoslar bu oyatlar haqida ko'pinchisi Bani Isroilga doir qissalardan ilingan bir qissani bayon qildi. Bu qissada agishishga tegishlik birormi sog'lom hadis yo'q. İbn Abu Hatem bu haqda Yazid Raqqoshi orqali Anas radhiyallohu anhudan bir hadis rivoyat qilgan. Gerçi Yazid yaxshi kishilardan bo'lsa-mu, lekin u hadis shunoslarning ko'z qarshida rivoyat qilgan hadisi ojiz hisoblanadigan kishilardandir. Shunga bu qissani o'qib qo'yishga bo'ladi. Uning to'g'ri xatoligini Alloh taolaning o'zila bilguchidir. Shubhisizki Qur'on haqdir. Uning ichidagi narsalarmi haqdir. Davud ulardan qo'rqdi. Ya'ni uningda qo'rqish yuz bergan edi. Chunki u masjidida bo'lib, masjid uning qorosidagi eng yaxshi o'rinda edi. Shu kuni u o'zining qishig'a hech kimning kirmasligini jekilgan edi. U ikki kishining masjidning temidan ortilib o'zining qishig'a tushayotganligini ko'rdi. U ikki kishi o'zlarining davosini so'rab qo'yishi uchun Davudni orig'i ilib oldi. Aramizda bu to'g'riliq munozara bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi, ya'ni so'zda mendan ustun keldi. Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni biz uni sinadik. Rabbidan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Ya'ni sajda qildi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. Ya'ni uningdan sodir bo'lgan xatolik haqiqatan yaxshi kishilarning yaxshiligi, Alloh taologa yaqin bandalarning yomonligi hisoblandi degan jumlaning ichiga kirdi. Sura Sodning sajdasi to'g'risida. Sura Sodning sajdasi vojib sajdalardan emas, balki u shukr ado qilish sajdasidir. Bu vaqtda Imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sod surasidagi sajda vojib sajdalardan emas. Men payg'ambar alayhisalomni u surada sajda qilayotganligini ko'rdim. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Davud, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qildi. Imom Nasa'iy yana
bu oyatning tafsirida İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan Sad surasida sajda qildi va Davud alayhissalom u sajdani tavba qilish yuzasidan qildi. Biz bo'lsak shukr qilish uchun qilamiz dedi. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Avvomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Sad surasining sajdasi to'g'riliq Mujahiddan so'radim. Mujahid, men İbn Abbasdan qaysi o'rinda sajda qilding deb so'raganimda İbn Abbas menga Alloh taolaning İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Eni shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin degan oyatlarini o'qimadingmi? Payg'ambar alayhisalom Davud alayhisalomga iqtido qilishga buyurilgan. Davud alayhisalom sura Sadda tilga ilingan sajdini qildi. Payg'ambar alayhisalom uningga ergishib sajda qildi deb javob bergan edi. İmam Abu Davud Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom munbarda turib sura Sadni o'qidi. O'qib sajdaboyiga kelganda munbardan tushib sajda qildi. Boshqalarmi uning bilan birga sajda qildi. Yana bir kuni u surani o'qidi. Sajdaga kelganda kishilar sajdaga tayyorlanib edi. Payg'ambar alayhisalom u haqiqatan bir payg'ambarning tavba sajdasidir. Biroq men sizlarning sajda qilishga tayyorlanayotganligingizni ko'rdim dedi va munbardan tushib sajda qildi. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Ya'ni Davud alayhissalom tavba qilgan va podshohligida to'liq adolat yurgizganligi uchun qiyomat kuni Alloh taolo uni o'ziga yaqin bandalardan qiladi va jannatda yuqori darajalarga ega qiladi. İmam Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Adalet yurgizgichilar qiyomat kuni nihoyatda shafqatlik Alloh taolaning o'ng yenidan nurliq munbarlar ustidan o'rin oladi. Alloh taolaning har ikki tarafi o'ngdir. Ular oilasidagilarga va qo'l ostidagi kishilarga adolat yurgizgan kishilardir. Alhamdulillah. Yuqorida sura Sad tafsiridan 25-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.